Ushbu video darsimizda biz 35-topik 2 imtihoni ilgi testini 1dan 4 gacha tahlil qilib chiqamiz. Bu yerda 1dan 2 gacha sharti qavs degani kvalho. Ya'ni kvalhoye yoki bo'sh joyga tirokal, kajang almajin go'sil ko'rishibsho. Bo'sh joyga mos tushadigan eng to'g'ri javobni tanlang va har biriga 2 ball. O'zi 50 ta test bo'ladigan bo'lsa, har biriga 2 ball beriladi. Birinchi testimiz quyidagicha. Ojenin chingudulgva kachi chomshimil bir nima paro tosogvani katta. Ya'ni bir nima degan joyga so'z topadigan bo'lsak, mana 4 ta javobda ham mokta so'zi kelyapti, ya'ni yemoq. Mokta. Xo'p. Endi e'tibor qiling. Kecha do'stlarim bilan birga tushlikni yemoq. Paro tosogvani katta. Darhol kutubxonaga bordim. Endi grammatikalar. Moktinji yesam ham, mokkona yeyman yoki, mokkonaso yeb bo'lib, moktapomyon yeb ko'rsa. Shunda javob 3 bo'ladi. Nimaga? Gapni birinchi qismida kecha do'stlarim bilan tushlikni yeb bo'lib, darhol kutubxonaga bordim. Ma'no jihatdan mana shu grammatika gapni bog'lab beradi. Javob 3. Ikkinchi testimiz quyidagicha. Isa kal chibil bir nima panhakte chompappatta. Ya'ni bir nima degan joyga hop 4 ta so'z kelyapti. Ya'ni mana chatta, kuhada. Chatta degani qidirmoq, izlamoq. Kuhada degani ham xuddi shunaqa. Hop. Chatta yoki kuhada. Ya'ni e'tibor qiling. Isa kada degani ko'chib bormoq. Leil grammatikasi adigan, ya'ni ko'chib boradigan, uyni qidirmoq. Ta'tilda biroz band bo'ldim. Hop, chattoni qidirgan edim. Chajiryomyon qidirmoqchi bo'lsam yoki qidirmoqchi bo'lsangiz. Kuhadorok. Dorok degani gani ish uchun, ya'ni qidirish uchun, izlash uchun. To'rtinchisida kuhanirago qidiraman deb. Aman deb asosan salbiy holatlarda ishlatiladi. Nirago grammatikasi mos tushadi. Ya'ni bog'laydigan bo'lsak, Isa kalchibil kuhanirago panhakte chompappatta. Ko'chib boradigan uyni qidiraman deb, izlayman deb. Ta'tilda biroz band bo'ldim. Javob 4 bo'lar ekan. Endi keyingi testimiz quyidagicha bo'ladi, ya'ni 3-4. 3-4 da quyidagicha shart berilgan. Taim mitchul chin pubungva imiga pisitan go'sil ko'rishibsho. Quyidagi ostiga chizilgan qism bilan ma'nosi o'xshash javobni toping. Ya'ni bizda grammatika berilgan, mana o'sha. Shunga sinonim, ya'ni o'xshash grammatikani topishimiz kerak. Pisitan degani o'xshash. Va har biriga 2 balldan. Demak, 3-test. Aslida imtihon muhitida mana bu bo'yalgan, ya'ni ostiga chizilgan qismni to'g'ridan-to'g'ri sinonimni topish kerak. Lekin biz tahlil qilayotganimiz uchun to'liq tarjima qilamiz. Demak, oje pon kongyonin nunmuri nal chongdoro kandong jogyotta. Ya'ni oje kecha pon kongyon ko'rgan tomosham, nunmuri nada degani ko'z yosh chiqmoq. Leil chongdoro grammatikasi bor. Leil chongdoro. Tarjimasi darajada. Ya'ni ko'z yosh chiqadigan darajada. Kandong jogida degan ta'sirli edi. Hop, nal mankim ko'z yosh chiqadigan dek. Nalkapva ko'z yosh chiqadi mikan deb. Mana bu grammatika mikan deb tarjima qilinadi. Lekapva. Hop, nanindero. Nindero degani ikkita tarjimasi bor. Ishi bilanoq darhol yoki dek. Bu mos tushmaydi, ya'ni ko'z yosh chiqishi bilanoq yoki ko'z yosh chiqadigandek. Va nanin teshini ko'z yosh chiqishi o'rniga, nin teshini grammatikasi ish o'rniga deb tarjima qilinadi, ish o'rniga. Shunda bizda to'g'ri javob 1 bo'ladi. Nimaga? Sinonim grammatikalar ro'yxatida leil chongdoro bilan leil mankim grammatikasi sinonim. Shuning uchun javobimiz 1 bo'ladi. Keyingi 4-testimiz. Hop, tu saramin oret tongan algo chinichiman chikchang tongyo sail punide. Ya'ni grammatikamiz mana bu. Il punide grammatikasi. Hop, endi tarjimasi. Ikkita odam uzoq vaqt davomida bir-birini tanib yoki bilib vaqt o'tkazdi, lekin chikchang tongyo degani ish joyidagi hamkasb.
kichikchang ishxona, ish joyi, tonggi hamkasb. Sa'i degani asli orasi degani. Orasi. Ikkinchi tarjimasi munosabat ma'nosida keladi. Ya'ni ular ish joyidagi hamkasb munosabatida xolos. Biz mana bu il punida grammatikasiga sinonim grammatikani topishimiz kerak. Xo'p, sa'i pul guvahadi. Demak, pul guvahadi grammatikamiz tarjimasi xolos. Demak, bittada javob topildi 1. Xo'p, ikkinchisi sa'i ramyon choq ketdi. Ya'ni munosabatda bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ramyon choq ketdi degani sa yaxshi bo'lardi ma'nosida keladi. Il jido morida ishi mumkin, ya'ni munosabatda bo'lishi mumkin. Sa'i rago pol suopda rago poda degani deb ko'rmoq, le suopda ish mumkin emas, ya'ni munosabatda deb ko'rish mumkin emas yoki munosabatda deb o'ylash mumkin emas ma'nosida keladi. Demak, javobimiz 1. Bu 35-topik 2 imtihoni ilgi testi 1 dan 4 gacha tahlili edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.